Assalomu alaykum aziz obunachilar, ko'rishingiz mumkin yana bir obyektimiz tayyor bo'ldi. Bu obyektimiz Qashqadaryoda joylashgan. Bunimiz razmeriga keladigan bo'lsak, eniga 25 metr, uzunligi 19 metr. Rekalarimiz har 65 santimetrdan tortilgan, ikki katlama tom. Tunka sexti usti yopilyapti. Xudo xolasa tunkaga tayyor holatiga olib kelib berdik. Hop, firmalarimiz orasi har biri 20 dan tushgan. Tepasida rekalarimiz 4 ga 2 konteyner profilidan. Kimda shunaqa katta obyektlar bo'lsa, zdaniyalar, skladlar, to'yxona, molxona, uylarda tomi shunga o'xshagan katta zavod fabrikalarning ustini konteyner profilidan yopib beramiz. Xizmatimiz butun O'zbekiston bo'ylab. Bunimizni kvadrati 170 ming so'mdan boshlanadi. 280 mingga doğru. Ko'rishingiz mumkin. Bu tepadan ko'rinish holatlari. Sizlarga hozir pastdan ko'rinish holatini ham ko'rsataman. Qorga 100% chidamli. 25-30 metrgacha bez istoka holatida yopib beramiz. Bunimiz eni 25 metr. Firmamiz joyimiz uzunligi 19 metr. Bu tepadan ko'rinish holatlari. Sizlarga pastdan ko'rinish holatini ham hozir ko'rsataman. Yog'ochdan ko'ra ancha chidamli ham baquvvat. Mana bu pastdan ko'rinish holati. Regellarimiz to'ttali qilingan. Stoka horili. Bu yerda ham regellarimiz to'ttali holatida o'rnatilgan. Bu joyimiz balandligi yerdan firmamiz 3gacha 11 metr, stokalarimiz 8 metrdan o'rnatilgan. Yerdan 11 metr baland. Tunka sexti usti. Bu tomimiz konteynerning qulayli tomonlari katta fabrika, to'yxona qurayotgan akalarga juda mos keladi. Yog'ochdan 25 metr, 20 metrgacha bez stoka holatida yopib o'rnatib bera olmaydi. Biz konteyner profilidan eniga 25-30 metrgacha bez stoka yasab o'rnatib beramiz. Yog'ochdan ham baquvvat. Bemalol aloqaga chiqarasizlar, nomerlarimizni qoldiramiz. Bu pastdan ko'rinish holatlari. Bemalol aloqaga chiqarasizlar. Xizmatlarimiz O'zbekiston bo'ylab. To'ttali regelimiz, stokamiz. Ko'rib baho berishingiz mumkin. Kimda shunaqa joylar bo'lsa, ekranda nomerga aloqaga chiqarasiz.